Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Heliqi itoatdagi boshqalarning qizini ota-onangga itoat qilsang bo'lmaydi deb uydan ilib chiqib nikosini o'qitib o'tgan yigit, mayli bu ota-onaning o'g'riyan chiqishi bo'lsin, mayli maxsus musulmonlarga ziyankesh qiladigan birisi bo'lsin, lekin ularning farzandlari ustida haqqi bor. Keçiler uxlamay cho'ng-kichik hojatlarini tozalab, yig'ilsa uyg'onib, allay itib boqqan jafosi bor. Mayli bu yigit bu ota-onani qaysi bir oyat va hadisdan kofir chiqarsa-mu, lekin odamgarchilik yusidan elchi kirish yo'li bor. Abdullah ibn Umardan naql qilgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim sizlarga yaxshilik qilsa, uningga yaxshilik bilan mukofot beringlar dedi. Yaxshiliqqa eng tegishli bo'lgan ota-onaga qaytirgan javob xalq olam oldida yuzini to'kish va yig'iltish bo'ldi. G'albilik bir da'vatchi bo'lish o'z xalqini tushunishga munosabatlidir. Ota-ona urug'-tuqqanlar yaxshilik qilish Qur'on va sunnatning asosliq bo'laklaridandir. Agar bilsak, mana bu ota-onalar farzandlarining o'ziga yaxshi qarshidan yo'shirin umidni uzgan. Mana bu ota-onalar farzandlaridan kutadiganini o'zlariga yaxshi qarash emas, balki mushu farzandlari o'zlariga jafo salmasdan bularga yetarlik aromchilikdir. Bu fojia kufr dunyosida texmi yig'ir. Bular xizmat jarayonida yashanganlar kutinish sug'urtasi topshirdi. Bunda qilishi pensiyaga chiqqandan keyin qolgan umrini yashanganlar kutishxonalarda xotirjam o'tkazishdir. Amaliyotda bularning ko'pinchisining farzandlari bor. Mana bular shu atalmış ilg'or fikrli farzandini qo'li qolgandan sanatoriyada turishni afzal ko'rdi. Bugungi kunda boy kambag'allikning nisbati og'ir bo'lgandek, xalqimizda dinni bildiganlar bilan bilmaydiganlarning farqi beksor. Bir turkumi dinni, askari, ma'rif sohasida to'xtamay ilgarilayotdi. Yana bir turkumi Xitoyning qamal siyosatida turug'liq yoki chekinish oldida. Kelgusida mush zo'r turkum xalq uchrashgan vaqtda odamgarchilik, mardlik, oliyjanoblik muhim. Chunki kufr bu ummatga hech amal qila olmaganda takfir aqidasini chechitdi. Nimishqa deganda bular o'z hokimiyatini saqlab qilishda takfir aqidasining foydasini ko'p ko'rgan va ko'ryotdi. Ma'lum bo'lgandek takfir aqidasining manbasi ilmsizlik. Navbatdagi sharoitda ilmsizlik holat turayotgan xalq takfir aqidasini qabul qilish ehtimoli eng yaqin bo'libmi yoshlar. Bilginimizdek, jang ichilgan rayonlarda xalq ichida ziddiyatning cho'ng'ayib ketishining oldini olish uchun ba'zan shar'iy jazolarni to'xtatish yoki kechiktirish usuli shar'iydir. Bo'libmi dili sungan xalq odamgarchilik, mardlik va kuyinishga bakmuhtaj. To'g'ri, shariat bizga 2, 3 yoki 4 ayol ilishga ruxsat qilgan. Lekin ularning o'zidagi bor yo'qini tayyorlab bizni yo'lga solgan yaxshiligi bor. Bizning o'yinib bo'lgan xabarimizni anglasa, ko'ngli yerim bo'ladi. Ularmi inson, shuning o'xshagan nurg'on ota-ona, qiynota, qiynona, urug'tiqan ham haqqimizga untinsiz duo qilib ko'ziga yosh oladiganlar ham bor. Chunki ular bizni yaxshi ko'rdi. Nimaga? Bir olimdan qaysi farzandini bakrak yaxshi ko'rdiganlik so'ralganda, kichikka cho'ng bo'lib olguncha, kasal bo'lgani saqib olguncha, yiroq ketgan farzandini qaytib kelguncha uni boshqalardan alohida yaxshi ko'rdiganligini aytgan ekan. Mayli bular hukumatning qattiq siyosatining besim ostida bir turkumlar beshini ekkan, yana bir turkumlar beshidan yog'liqni ilib ko'chaga chiqqan bo'lsa-mu, ularning yaxshiligi o'xshasham gadinimizda. Bugungi kundagi jihad da'vatchilari ummat ichidagi muruvvatning yoki odamgarchilik o'xshash oliyjanob fazilatlarning susishib ketganligidan ko'p echinib, agar ummatning bishiga kelgan baloyi musibatlar, ayollar qilingan tajovuzlikni his qilsa, odamgarchilik mardlik yusidan bo'lsa-mu qo'li qurolgan bo'ladi deydi. Bizning muomala sohasidagi yana bir nuqsanimiz bo'ynimizning sal qattiqligi. Sizning olding boram deman. Yordamga muhtoj ekanligimni bilib turib, yordamga o'zingni bilib kelmasang, sendan yordam so'ram deman. Sana yolvuram deman, sana igilam deman degandek. Agar bu bo'yon qattiqlik amr va ish ustidagilarda bo'lsa, texnik xatarlik. To'g'ri, bo'yon qattiqlikning to'g'ri taraflari bor. Lekin Alloh subhanahu va taolo hamma narsani o'lchamlik yaratgan. Shunga har ish o'z o'rnida bo'lsa yaxshi. Agar yaxshi o'ylasak, bo'yon qattiqlik yo'shin ittifoqsizlikni shakllantirdi. Bugungi kunda Alloh subhanahu va taolo Talibanlarni dunyo xalq oldida izzatlab qo'ydi. Amaliyotda bizning mujohidlarimizning Talibandan shijoat jihatda qilishadigan yerimiz yo'q. Shamdagi qarindoshlarimizning shijoat jihatda boshqalarga ulgu bo'lganligini hamamiz yo'q. Xorason diyorida tog'ut armiyasining bir guruhi bo'lgan. Bular komando deyildi. Bular maxsus Amerika armiyasi tomonidan tanlanib, chiniqtirilgan va tarbiyalangan.
Bular jang maydonidagi eng mushkul va og'ir vazifalarni o'z ustiga olgan. Mayli havodan sakrash yoki qo'rqoqda ilgirlash bo'lsin. Jang maydonida tag'ut armiyasi mujohidlarni qo'rqitish uchun o'zlariga komandoda yordam kelganligini aytib, mujohidlar ta'sir solsa, mujohidlarmi tag'ut armiyasiga qarshi o'zlarining mujohidlardan iborat komandosining borligini aytib, ularni qo'rqitgan. Xorason derki, ma'lum bir viloyatning xalqi muhojirlarni mujohidlarning komandosi deb biladi. Muhojir mujohidlarga bundan nazariyan emas, balki jang maydonidagi shijoati va to'kkan qindan kelgan. Shijoatda qilishmaydi ekanmiz, amsa maslada. Xorason yerda bo'libmi Afg'on xalqida kuzatib his qilgani bulardagi o'mlik bilan boshqalar bilan bo'lgan muomaladagi tashabbuskorlik. Bular biroz ziddiyatni hal qilmoqchi bo'lsa, hal qilish imkoniyati bo'lsa, amal bir oldiga berib bo'lsa hal qiladi. Hal qila olmasa qabila oqsoqlik topshirdi. Qabila oqsoqlik shunga munosabatga hammani yig'ib hal qilishga tirishdi. Bularning murakkab ziddiyatlik masalalarni mohirlik bilan hal qilib keta olishining tarixiy arx ko'rinishi bo'lsa ham kerak. Uzun so'zilgan 40 yillik urush qabila aymoqlaridan tuzilgan Afg'on xalqini hukumatsizlik holatga tashlab qo'yganlik. Taliban Amerika bilan bo'lgan urushda xalq bilan to'qnashib qilishdan saqlanganlik. Hukumatmi ham Talibanlar bilan bo'lgan jangda xalq bilan to'qnashishdan o'zini tortganlik. Shunda qilib xalq ichida ko'rilgan ziddiyat o'z qabila cho'nlarining hal qilishiga sunug'liq. Shunda qilib qabila oqsoqolni markaz qilgan keng xalq ommasi ziddiyatlik masalalarni kichigidan tortib ko'rib va anglab yetliglik. Sizning oldinga boramdiman, so'ng igiramdiman degan ishlar asos jihatdan yo'q. Hatto o'lim yetim ishlar bo'lsa-mu o'ltirish deyishidi. Kelishtirgichi amal va qarshi tarafni yo'l qo'yishga chaqirdi. Shu vajdimiki Afg'on xalqining ortiqchiliklaridan birisi bular amal bar boshqalar yo'l qo'ydi. Bo'libmi mehmonga cho'nglarning gapini bulardek anglaydigan xalqni shaxsan men ko'rib boqmadim. Endi o'zimizda ko'rinib qolgan bo'yon qattiqlikning tarixiy arx ko'rinishini o'ylagan bo'lsam-mu, bu yerda o'tirib qo'yishni loyiq ko'rmadim. Yig'inchoqliganda qarindoshlar aro bo'yon qattiqlik untinsiz oramizni kesib, ittifoqlikni buzadigan yo'shirin ko'langan. Kichikkina bo'lsa-mu bo'ynimizni egib, qarindoshim mendan afzal deb bir qadam yo'l qo'yish bizni ming qadam ilgirtadigan fazilat. Haqiqatan bu odamgarchilik muomala sohasi o'zim eng ko'p jarohatlangan sohadir. Ham Xuy-paylim tüpaylidan boshqalarni ham ko'p jarohatlantirgan bo'lsam kerak. Bo'ynim qattiqligimdan so'ng yolvuramdiman degan xayolga keldim. Yuz xotira odamgarchilik yuzidan bo'lsa-mu, gap qilib qo'yish to'g'ri bo'lganlarga bizga o'xshash, yana boshqalarga o'xshash. Ba'zan birodarlarimiz oyat hadisning ro'yi bo'yicha uning gapini qatlab qo'ysak bo'laverdi deb ijroni yurgizgan va shuning o'xshagan nurg'un ishlarni bilganimda izzitim yerga urilgandek bilinib g'ururlandim. Yana ba'zida ochiqdan to'mullarim ko'pib, g'azabim chiroyim chiqib, adovat ichimda yenishga boshladi. Mana yuqorqidek va undan boshqa nurg'un nachar sifatlar izchil menga hamroh bo'layotdi. Shundaqla mushu nachar sifatlarga taqobil turishdagi usulimni qiyinlashtirish bilan o'rtoqlashmoqchi. Albatta Alloh subhanahu va taolo niyatlarni bilguchidir. Buningga tishimni tishlab bo'lsa-mu amal qilganligim uchun bu usulning ajoyib manfaatini ko'rib, ko'p foyda oldim. Her daim san yalvuramdiman yoki izzitim yerga urilgandek hissiyat kelib g'ururlansam, falyanzurul insona mimma xulaqa, inson nimli yaratilganlikka qarson degan oyatni esladim. Shuning bilan aslim qarsam bishim yerga sangiladi. Ondan Alloh subhanahu va taoloning ular mu'minlarga xor bo'lib berguchidir degan oyatni esladim. Qarsam qarindoshlarim qon kechib jang qilib, biror farzandning dalsi bo'la olmay jang maydonida yiqildi. Men bo'lsam shularning qon beli kelgan uylarda bixoraman uxlab o'tibdiman. O'ylasam men bek paskanman. Oxirida Alloh yuzinib, ey Alloh qarindoshlarim qatta qalbimda adovat o'ti yondirmasang deb bek yoldirib duo qildim. Shuning bilan qalbim yo'ridi. Ba'zi bir qarindoshlarimizda ba'zan ishlarga sal qarashni his qilsam, yaxshi munosabatni saqlagan holda ehtiyot yo'lini tutdim. Xalqimiz shijoatli jangovar xalqdir. Buning ozroq yo'l qo'shni qo'shib olsak, Allohu akbar. Endi Xitoylarning bo'libmi bular besib olgan boshqa millatlarning ziminida tajovuz sifat bilan o'ltiraqlashgan Xitoylarning naqadar yuzsiz bo'lib ketishining sababi Yajuj Majujning bir sifati bor. Bular bir ziminni bosganda shu zimindan yeb, shu zimindan ichib, ya'ni shu ziminning xalqini o'ziga yuk sanaydigan. Xitoy ziminimizni besib, mushu ziminimizni yeb ichib, amdilikda ziminimizdagi hadisabsiz boyliqlar, terg'ular, yayloqlardan ayrilib qolishini qo'rqib, bu ziminning xalqini o'ziga eng cho'ng yuk sanadi.
Hem bu zimini мәңгі besilish uchun o'ziga ortiqcha sangan turkum Xitoylarni ziminimizga tajovuz qilib akirdi. Bularning qo'rqinchini yo'qotish uchun bizni bularning ko'z oldida bostirib berdi, o'ltirib berdi, solab berdi, boshqa qilib berdi. Shundaqla bu ziminning tigidilla o'zlarining emasligini ichidan e'tirof qiladigan andishini yo'qotish uchun ta'tir tashviq qildi. Mayli Xitoy qanday tashviq qilsin, Xitoy fuqarolari bu ziminning o'zining emasligini o'zining bolalarini tunigandek biladi. Vatandagi chig'imda bir Xitoydan tiging nereden deb so'rdim. Qutbaydan deb javob berib, bir xil bearam bo'lib ketdi va o'zidagi bearamlikni yo'qotish uchun savolni menga burib o'tib, mendan sizning tiging nereden deb so'rdi. Men Sichuandan deb javob berdim. Shuning bilan bu Xitoy chechilib, "Nerede Uyg'urlarning tigi Sichuandan bo'ladi?" deb ma'nsitmaganda qaradi. Shuning bilan sen o'zing qutbilik desang, men shundikanman, ajiba men o'zim Sichuanlik desam, sen ishonmaydi ekansan desam, chiroy o'ngab shu kundan boshlab men gap qilmaydigan va meni dushmanni ko'rgandek ko'rdigan bo'ldi. Uyg'ur, qozoq, qirg'izlarning ona tuprog'i Sichuan bo'la olmaydi. Shuningdek Xitoylarga Turkiston zemini ona tuproq bo'la olmaydi. Bu Xitoy o'zining tigi taktidan tanidi. Lekin bu ajablangandek emas. Chunki bu Xitoy ko'chmanlari hukumatning yolg'on yovidoq tashviqot ko'lchikidan sug'urildi. Ko'chmanlikdan tanidi. O'z izzat obro'yini saqlamay xalqimizga yuzsizlik qildi. Hilmakning jazosi faqat o'ziga nishdir. Ruslarda mashhur bir maqol tamsil bor. Bular bu maqolni mayli odam ishiltish yoki qo'yish va yoki munosabat bo'lsin, ko'p sohalarda yurgizadi. Bu maqol tunji qilgan ish oxir qitimliq emas. Ikkinchi qitimliqi tunji qitimliq emas. Uchinchi qitimliqi normal. Ya'ni tunji yolg'on so'zlash oxir qitimliq emas. Ikkinchi qitim yolg'on so'zlash tunji qitimliq emas. Uchinchi qitim yolg'on so'zlash normal. Tunji qilingan nashayin ish oxir qitimliq emas. Ikkinchi qitim nashayin ish qilish tunji qitimliq emas. Uchinchi qitim nashayin ish qilish normal. Tunji boshqalarning og'zini tatlash oxir qitimliq emas. Ikkinchi qitim tatlishi tunji qitimliq emas. Uchinchi qitim tatlishi normal. Tunji munofiqlik qilishi oxir qitimliq emas. Ikkinchi qitim munofiqlik qilishi tunji qitimliq emas. Uchinchi qitim munofiqlik qilishi normal. Tunji boshqalarning ishini buzishi oxir qitimliq emas. Ikkinchi qitim buzishi tunji qitimliq emas. Uchinchi qitim buzishi normal. Tunji itoatsizlik oxir qitimliq emas. Ikkinchi qitim itoatsizlik qilishi tunji qitimliq emas. Uchinchi qitim itoatsizlik qilishi normal. Shunga Xitoyning tunji qitim bizga yuzsizlik qilishi oxir qitimliq emas. Ikkinchi qitim Vanglachanga qilgan yuzsizligi tunji qitimlik yuzsizlik emas. Endi uchinchi qitim yuzsiz bo'lishi normal. Vanglachan yuzsizlikning urqini xalqqa tergan edi, oxirida o'zi kutganidanmi ko'p o'slayib barmoqini tishladi. Yuzsizlik odatlarga bu Xitoy ko'chmanlardan kelgusida o'zlariga asqatishni kutish, tikan terib bug'doy ilish qo'y. Nima dersin shuni ilish. Al-jazo min jinsil amal. Ya'ni jazo mukofotning o'z tipidan bo'lishi ilohiy qonuniyatdir. Mikr faqat o'ziga qaytadi. Vallohu g'olibun ala amrihi valakinna aksaran nas la ya'lamun. Alloh o'z ishida g'olibdir, lekin kishilarning ko'pincha buni bilmaydi. Shunda qilib Urumchi voqeasi bo'lib 2 oy o'tgandan keyin vatandan ayrildim. Bu vaqtlar xalq ichida Vanglachonni ilib o'talamdi yoki ilib o'talmamdi degan munozirlar avjiga chiqqan vaqtlar edi. Lekin men uchun baribir Vang kelsa o'xshasham jon keladi. Keyin bularning ichki jidilini jihad maydonida turib kuzatish fursatiga bo'ldim. Keyin Vanglachon vazifasini ilib tashlandi. Janzaman va Xojinto'da iborat 2 guruhning keskin to'qinishi orqali Jang Chunshan Vanglachonning o'rnini besibdi. Ba'zilarning deyishicha bu Jang Chunshan Janzaman tarafga yaqin desa, yana ba'zilar yo'q, bu Jang Chunshan 2 guruh orasida o'tira yo'l tutgan birisidir deganni bildim. Qanday bo'lmasa, Jang Chunshanning sepi o'zidan Xojinto tarafdori emasligi bilindi. Shunga bu Jang Chunshanni ko'zdan yiroq qilish kerak. Chunki Xojinto taraf o'ziga Janzaman tarafga tava bo'lmagan bu Jang Chunshan bilan Janzaman va Joyinkan necha 10 yilning yoki vatanimizda qo'yib yiltiz tartqizayotgan Janzaman tarafdorlarini tozalab olmaydi. Xojinto taraf Vanglachonni ilib o'tish bilan dastlabki g'albini qo'lga keltirgan bilan, lekin taltikiz g'albini qo'lga keltirmagdak. Janzaman tarafdorlarini kuchli iqtisodiy siyosiy afzallik bilan ta'minlab turayotgan vatanimiz tuprog'ining muhim iqtisodiy siyosiy huquqlarini yanilam Janzaman tarafdorlarining qo'lida. Shunga Janzaman tarafdorlari mushu afzalliklari bilan kelgusida o'zining boshqa shakllari bilan qo'shilib, Xojinto tarafdorlarini qo'polmas qilib qo'yishi ham mumkin. Uning ustiga bu vaqtlar Xitoy asosiy qonuni bo'yicha Xojinto va shuning o'xshagan
bir qancha shura a'zosining vazifasidan ayrilish chog'laridir. Mümkün Jiang Zemin va Joyinkang tarafdorlarimi Xujinto vazifadan ayrilgan vaqtda ish boshlaymiz deb kun sanab o'ltirgan bo'lsa kerak. Haqiqatan Xujinto asosiy qonun bo'yicha 10 yil vazifa o'tib, huquqni Xi Jinping o'tkazib berdi. Xitoyning ishdan chiqqan va chetdalar iqib yurgan gaplardan Xujintoning Xi Jinpingni vazifa qo'yishda qattiq ikkilanganligi. Xujintoning bo'lsa o'zi bilan bir yurtliq, ya'ni anxoylik bo'lgan xazina ishlari mas'uli Li Keqiangni o'ziga o'rinbosar qilish orzusining borligi qayd qilindi. Chunki Jiang Zemin 10 yillik raislik vazifasini o'tib, huquqni Xujintoga o'tkazgan chog'da Xi Jinpingni Xujintoning noibi, ya'ni muavini qilib vazifadan ayrilgan. Xujinto uchun aytganda o'z kuchanchisi Jiang Zemin tarafdan o'ziga noib qilib qo'ygan bu Xi Jinpingga huquqni o'tkazib berish o'zi va tarafdorlar uchun bir savoldir. Mumkin Xujinto taraf huquqni Xi Jinpingga o'tkazib berish yoki o'tkazmaslik masalasida Jiang Zemin tarafdorlarining besimga uchragan bo'lishi ham mumkin. Qanday bo'lmasin, huquq Xi Jinpingga ikkinchida o'tkazib berildi. Biz musulmonlarning prinsip bo'yicha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ikkilanganini qo'yib, ikkilanmaganini qil degani, ikkilangan ishda bir musibatning borligi chetga qilmaydi. Keyin Xitoy ishidagi ba'zi keskin qarorlardan Xi Jinpingga huquqni osonlikcha o'tkazib bermaganligi oshkor bo'ldi. Xi Jinping huquqni qo'lga olib, necha oydan keyin Joyinkangni qo'lga oldi. Biz Joyinkangdan keyin qo'lga olingan Boshilay, Shusayxo, Goboshun qatorliq Xitoy markazida xizmat o'taydigan Jiang Zeminning asos qarol soldatlarini qayrib turib, Joyinkangning o'zi kelsak, Xi Jinpingning huquqni qo'lga olib, Joyinkangdek qurolliq askarlarning huquqini changil tutgan shaxsni qisqa vaqt ichida qo'lga ilishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Mana shuningdan bizga shu ish oshkora bo'ldiki, Xujinto Xi Jinping huquqni o'tkazib bergan vaqtda shartlashgan. Buningga Joyinkangning qisqa vaqtda qo'lga ilinishi po'latdek dalil bo'la oladi. Chunki Xujinto taraf Xi Jinpingning qo'li orqali Joyinkangni tez surat qo'lga oldirib o'tmasa, vaqtning uzilishi bilan Xi Jinping o'zining asli yo'nalishiga Jiang Zemin taraf o'tib ketishi. Undaq bo'lmagan taqdirdami ikki tarafning ziddiyatidan foydalanib, o'ziga ayrim bir kuch to'plab 3-podshoh ham bo'lishi mumkin. Shundaqla Joyinkangga o'xshagan Jiang Zemin tarafdorlarini tez surat qo'lga olish Xi Jinpingni mangu Jiang Zemin tarafdorlariga o'tolmas qilib o'tadi. Ham ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz holda o'z mavjudligini saqlab qolish uchun Xujinto 10 yilning yoqi to'plagan kuchga tayanmay amal bo'lmaydi. Yana Xujinto va uning tarafdorlari Xi Jinpingga huquqni o'tkazib berilgan chog'da vazifaga kimlarni elib, kimlarni qo'yish to'g'riliq kelishdi, bu bizga qarang'u. Lekin shuningga ham shak qilmaymizki, Jiang Chunshanni ilib tashlab, sip o'zidan bo'lgan Xujinto tarafdorlari Chunjangoning vazifa o'ltirgan moddaning borligiga. Chunki Jiang Zemin tarafdorlarini yillar bo'yi kuchli iqtisodiy siyosiy orqasi bilan ta'minlab kelayotgan mustamlik zaminimiz hamda Xujinto tarafdorlarining kelgusida o'zlariga qarshi chiqadigan har qanday bir kuchni tizginlashda o'zlariga siyosiy iqtisodiy jihatda kuchli orqasi boz bo'lsin uchun. Shunda qilib Xi Jinping Xujinto tarafdorlarining ko'rsatmasi bo'yicha Jiang Zemin tarafdorlarini orqa-orqadan qo'lga olib, ularni qon qustirib o'tdi. O'zimi mangu ularga o'tolmaydigan bo'lib, reallik tan berdi. Jiang Zemin tarafmi rahimsizlarcha qilingan zarbadan beshini ko'tara olmay palachaliqqa keldi. Xujinto taraf bo'lsa bugungi kunda iqtisodiy, siyosiy jihatda cho'ng kuchga aylanib, Xi Jinpingning keyinda turib xarid chizadigan guruhga aylandi. Shundaqla Xujinto taraf nurg'un ishlarni Xi Jinpingning qo'li orqali qilish jarayonida buning qattiq yuzsizligini bildi. Xi Jinpingning o'z yo'nalishiga Jiang Zemin qilgan tunji yuzsizligi oxir qatimliq yuzsizlik emas. Jiang Zemin tarafdorlari bo'lgan Joyinkanglarga o'xshashlarga qilgan yuzsizligi uning tunji qilgan yuzsizlik emas. Endi buningdan keyin Xujinto tarafdorlariga yuzsizlik qilishi ajablangidek bir ish emas. Endi bugungi kundagi Xitoy ichidagi ziddiyatlarni bayon qilish bu qismning maqsadi emas. Endi Urumchiga qaytsak, Jiang Chunshan Wang Lechanning o'rniga keldi. Bilganimizdek, Jiang Chunshan Xujinto tarafdor emas. Shunga buni ko'zdan yiroq qilish kerak. Albatta buningga bana kerak. Shuningga biz yana bir qatim o'ttirib chiqishimiz kerak. Ham bizning o'ttirib chiqishimizga tegishli sharoitlar istixborot organlari orqali hozirlanib berish kerak. Mana bu Jiang Chunshan vazifada o'ltirgan 5 yil vatanimizda jihad, hijrat da'vatlari yuqori pallaga ko'tarilgan vaqt bo'ldi.
Mayli Qashqar, Xotan, Oqsu, Uchturpan, Kunming uzildirmay jihad amaliyotlar bo'lib turdi. Buning hammasi Xo'jantov taraf foydali bo'lib, Janchunshanning vazifadan ayrilganligiga bishorat edi. Xo'jantovga tava istixborot idoralarininki maxfiy holda chegirani ichish va ko'z yumishi jarayonida o'nminglagan qarindoshlarimiz Yunnan va shuning o'xshagan Xitoyga tava o'lkalar orqali Sharqiy Janubiy Osiyodagi Tailand, Malayziya, Burma qatorliq davlatlar o'tib, shu yerdan ba'zilar Turkiya va boshqa Yevropa davlatlariga ussa yana bir turkumlari Sham, Iroq va Xuroson diyorlarida ilib berilayotgan jihad sepi qo'shish uchun uchdi. Yani ba'zilari tutildi. Bu qarindoshlarım deydig'ini bu hijrat yo'liga Xo'jantov tarafdorlarining maxfiy holda yo'lni ichib o'tganligiga shak qilmanglar. Agar shak qilib qolsak, cho'ng bir tugunning yishimi ichilmay qoladi. Chunki bugungi kunda etib o'tgan chegarani shu chog'da etib o'talaydi. Bu degan davlat Xo'jantov taraf mushu 10 mingdan qarindoshlarimizning kelgusida jihodiy maydonlarda tarbiyalab o'ziga qarshi eng cho'ng kuchga o'yindiganligini bilmamdi desak, obdan biladi. Lekin Xo'jantov taraf Janzimin tarafni yo'qotish uchun har qanday vosita qo'llanishdan yanmaydi. Chunki Vanglachonni yo'qotgan bilan uning o'rniga o'ziga tava bo'lmagan Janchunshan keldi. Joyinkanni qo'lga olgan bilan Mingjanjo keldi. Kimni ilib etmasin, uning o'rniga ikki taraf tava bo'lmagan yoki bo'lmasa Janzimin va Joyinkanlar o'zlariga noyib qilib tarbiyalagan izbosarlar keldi. Janzimin tarafdorlarining bir nechta qarol soldatlarni qo'lga olgan bilan bular hammasi o'zlariga izbosar tarbiyalab bo'laqliq. Bularning yiltizi Xitoyning hamma yeriga tarab ketganlik. Mana bu Janzimin tarafdorlari va uning Xitoy yerlarining hamma yeriga tarab ketgan yiltizlarini kuchli iqtisodiy siyosiy o'rni bilan ta'minlab turayotgan mustamlika zaminimizni Xo'jantov taraf Janzimin tarafdan mukammal changolga olmoqchi bo'ldi qilmaydi. Qachonki Xo'jantov taraf Janzimin tarafdan mustamlika zaminimizning iqtisodiy siyosiy o'rnini qo'lga kirgizib olgan Janzimin tarafdorlarining mavjudligiga kuchli orq tirak bo'layotgan iqtisodiy manbani uzib tashlash bilan birga uning hamma yeriga tarab ketgan yiltizini umumyuzlik sundirdi yoki ular reallikdan berib ochiqlanishga yutdi. Qachonki Xo'jantov taraf Janzimin tarafdan mustamlika zaminimizning iqtisodiy siyosiy o'rnini qo'lga kirgizib olgan Janzimin tarafdorlarining mavjudligiga kuchli orq tirak bo'layotgan iqtisodiy manbani uzib tashlash bilan birga uning hamma yeriga tarab ketgan yiltizlarini umumyuzlik sundirdi yoki ularni reallikdan berib ochiqning ichiga yutkazdi. Shunga maqsad ketish uchun 10-20 ming odamga chegarani ichib berish bular uchun hech nima emas. Badalsiz bir ish bo'lmaydiganligini bularni obdan biladi. Janzimin va Xo'jantovdan iborat bu ikki guruhning o'zaro talashishi shafqatsizlikda baslashishga, huquq mansabga bo'lgan intilishda g'oljirlikqa berib yetgan. Shunga Xo'jantov taraf Janzimin tarafga ozroqlam rahim qilib solsa, Janzimin taraf bo'shqa kelib qolsa, Xo'jantov tarafni tirik turg'izib qo'yib go'shtni yeydi. Shunda qilib Janchunshan Uyg'urlarni yaxshi boshqarmagan, nurg'un Uyg'urlarning chegara atlab jihodiy saflariga qo'shilib ketishning oldini ololmagan degan qalpoqni kiyib vazifasidan ayrildi. Uning o'rniga sepi o'zidan Xo'jantov tarafdori Chinjango keldi. Kunupkining besilishi bilan chegaralar taqaldi, turmalar ichildi. Xo'jantov parda kaynida turib, Xi Jinpingga 220chilar to'g'riliq maslahat berdi. Shunda Xi Jinping munbarga chiqib buni boshqalarga yetkazdi. Shunda Xitoyning hamma yeri 220chilarni tozalashga avora. Bu 220chilar amaliyotda Janzimin tarafdorlari. Mustamlika zaminimizda 220chilikka qarshi kurashning eng og'ir darajada yurgizilganligi munozir talab qilmaydigan haqiqatdir. Uning ustiga bu yer burunqi Janzimin tarafdorlarining bazasi. Ziyankash eng ko'p uchirganlarning keng musulmonisi ekanligini so'zlab yurish hojatsiz. Turumlar yetmagandek lagerlar ochildi. Buningga patmaganlari Xitoy yerlariga o'tkazildi. Amaliyotda Shaugan voqeasidan Urumchi voqeasigacha ondan 10 mingdan qarindoshlarimizning chegaradan o'tishini Xo'jantov taraf Janzimin tarafni uzilkesiz yo'qotish uchun o'rlashtirmaganmidi yoki ko'z yummaganmidi? Janzimin taraf bularni bilmamdi, balki biladi. Chunki Janzimin taraf 2008-yili Tibetlarga o't yoqib, Xo'jantovning uvusini qo'lab, Xo'jantov tarafga siyosiy bisim ishitish orqali uzun o'tmay Vanglachonni Markaziy siyosiy kengashning shurozasi qilib ekirgan.
Xo'jinda bo'lsa 2009-yili Shavgandan tortib Urumchi vaqasi va uningdan keyingi uzun bir mezgilda Jiang Zemin tarafining ugisini qo'llashdan ko'ra uningga o't yoqayotgan. Jiang Zemin taraf shafqatsizlikda o'zlarining Xo'jinda tarafga yetmaydiganligini ko'rdi. Biz bularning huquq mansab uchun g'aljilashganligidan iborat bir reallikqa sal qarsak bo'lmaydi. Chunki Jiang Zemin taraf yoki Jiang Zemin o'lgan taqdirdami shuning o'xshagan biror taraf Xo'jinda taraf yo'qitman deyotgan uningdan shafqatsiz bo'lmaydi. Agar undaq bo'lolmasa o'zining nima kun ko'rganligini biladi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya